Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Eee, Barchalaringizga ishlashga omad tilayman. Tojikiston va O'zbekiston, Qozog'iston birodarlarga, Turkmanistonlarga, Ozarbayjon, Turkiyadagi barchalariga alangali salom, ishlariga omad tilayman. Mana shu bananas bilan hozir sizlarga mana bu yoqdagi ararat, muskat, ya'ni doni o'ta yirik donli nimamizni o'lchaymiz. Doni kattami, maydami o'lchaymiz. Qaysi katta, qaysi mayda. Chunki bu serhosilligi shundayki, bananas bir marta hosil beradi, keyin davom etmaydi. Bunda bachkalarda davom etadi. Bunda balki davom etaveradi. Keyin mazasidan ham farqiyati bor ikkalasidan. Hozir donini ko'rasiz. Mana qo'limdagi mana cho'g'i bananas degan uzum. Bananas degan uzum. Mana o'zi ararat. Semirib tumaloq bo'lib ketgan. Dona kattaligidan. Keyin yana yerda ham bor. O'zi ko'rsataman sizlarga. Mana shu ararat muskatimiz. Bunda ham ko'rinchoqlik bor, lekin bunda dona katta. Dona o'ta katta. O'ta yirik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu ikkalasi ararat, mana bunisi bananas. Mana shunisi bananas maydaroq bo'ladi. Ozgina bu semiz bo'ladi. Hali endi pishgani yo'q, endi suv yuryapti. Bunisiga endi suv yuryapti. Mana shu o'ta serhosilligi sabab dona 1 santimetr katta bo'ladi. Mana 1 santimetr katta bo'ladi. Mana dorini sal sizib qo'ygan. Mana dori sal cho'milganiga dorini sizib qo'ygan. Mana bo'lsa dona kattaroq. Boshlarini keladigan bo'lsak, boshiga kattaligiga mana boshi hajmi juda katta mana. Buni narxi xudo xolasa chiqadi, lekin qimmat bu. Bu o'ta qimmat uzum. Bu supermarketga olmoqchi bo'lganlar bemalol kelib olishlari mumkin. Bundan где-то 3 ta 4 ta tub bor. Kelib olishlari mumkin. Dubarak bayilib ketgan, даже mana dubarak shamolga mana to'kilib qolyapti mana. Dubaraga mana o'ray ham qilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Aloqaga kuz oylarga bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu bananas emas, bu agar bananasni hozir men ko'rsataman sizlarga, unaqa bachkasida novda mevasi yo'q. Sizlar ko'rsataman shu bilan. Mana bananasimiz, mana shu tub, mana shu 2 talik. Shu o'zi bir tub bu. Yonida mana bachkasida mevasi yo'q. Mana bachkalarida meva yo'q. Mana bunda bo'lsa meva bor. Ko'ryapsizlarmi? Mana mevasi bor. Bunda mana bachkasida meva davom etmaydi. Bu shu bir marta nima bo'ladi? Shu bir martadan hosili tugaydi. Bundan bir tub bor. Bundan ham xudo xolasa mevasini chiqaramiz. Bozorda xudo xolasa bu xalqimiz dasturxoniga bemalol chiqaramiz. Buni qalamchalari bor. Kuz oylariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasalaringiz boshqa navlardan to granitsagacha bizda navlar yetkazib beriladi. Granitsagacha agar pulini to'lovini qilsangiz, granitsadan taklif qilib to'lovni qiladigan bo'lsangiz, uni ham o'tkazib beramiz.
Tojikiston granitsasigacha nima bo'ladi? Tojikiston granitsasigacha dokument qilib beriladi. Keyin O'zbekistondan bemalol kelib, Tojikiston granitsasidan kelib olib ketishlaringiz mumkin. Mana ro'bramanimiz pishib boshlayapti уже. Mana ro'braman уже pishib boshlayapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana dona kattaligi. Ichida mayda bo'lgan. Qandaydir kechikdan gibreni sepishda. Shunda nima bo'ldi mana. Katta donligi, katta yirikligi mana. Tumaloq bo'ladi bu. Ajoyibgina bo'lib. Mana. Bunisi pishib boshlayapti. Уже rang kirib. Qizil bo'lib, уже rang kirish boshlayapti. Ro'braman bu Tojikistonda birinchi o'rinda turadigan uzum bo'lyapti. Bu Yaponiyadan kelgan bu. Ramay kelgan. Bemalol chiqishlaringiz mumkin. Ko'chatlari bor. Salomat bo'linglar.